tabriklayman. Onajonimning umrlari uzoq bo'lsin. O'qiyotgan har bir namozlarini yaratgan Allohim o'z dargohida qabul qilsin deb qolaman. Shular qatori bolalikdan birga o'sgan aziz sinfdoshim Diloramxon, bugungi shukrona kuningiz bilan chin yurakdan tabriklayman. Sizga ham sog'lik, tinchlik, omonlik, Allohimning uyiga borib hoji onalar bo'lish nasib qilsin. Sizga ham dunyo va oxiratdagi barcha yaxshiliklarni tilab qolaman. Shu qatorida bugungi barcha aziz insonlar tug'ilgan kunini nishonlayotgan qadrdon insonlarni ham chin yurakdan muborakbod etib qolaman. Barchalaringizga dunyo va oxiratdagi barcha yaxshiliklarni eng ko'p ehson qilguvchi boylardan bo'lishligingizni so'rab qolaman. Charchamaysizlar. Barchalaringiz yana bir bor sog'lik, tinchlik, omonlik, xonadoningizga fayz baraka so'rab qolaman.